Bitta zo'r gap aytaymi? Mana shu teplovizorda hozir ko'zimni, meni yuzimni ko'rib turgan bo'lsanglar, o'sha necha gradus ko'rsatayotgan. Endi men bu ko'chadagi yer gradusi mana 65 ko'rasizlar. Teplovizorda xo'sh, ikkita nimasi bo'ladi? Pritseli bo'ladi. Bitta pritseli eng issiq joy qidirib yuradi mana. Ko'rasizlar 67. Keyin bitta pritseli eng sovuq joylar qidirib yuradi mana. Hozir eng sovug'i meni qo'lim bo'lyapti 36, 38. Bitta uchinchi asosiy pritsel qimirlamaydigan pritsel bo'ladi. Mana to'g'ri turgan. Hozir mana bu oq mashinani kapotini mana o'rtadagi qimirlamayotgan pritselda mana 59 gradus ko'rsatyapti. Eng issiq joyi o'zi qidirib yuradigan pritsel bor, mana aylanib yuribdi, ko'rayotgan bo'lsanglar 88 ko'rasizlar, 88 gradus issiqlik beryapti. O'sha oq mashinani laboyni pastida qora chiziqli joylari. Qo'lim eng issig'i boya 36 edi, mana 40 ga chiqdi qo'lim quyoshning ta'sirida. Tushundinglar? 3 ta pritsel, eng issig'i 60, mana kapotning usti 60, 61, eng sovuq joyi, eng issiq joyi 85, o'rtachasi mana. Mana shunaqa gaplar. Teplovizorda bor ustalar buni juda yaxshi bilishadi, ko'rib tursa bo'ladi. Mana shu infraqizil nurlarni, quyoshlarning qanaqa ta'sirini. Sog' bo'linglar.